nima? Sajoboyisdan Jinu obrazida Anhisob daramadar rol o'ynagan? No case, sizlarga unchalik intriga qilmayman, ammo meni shunaqa intriga qilishgan edi bitta video reelsda Instagramdagi va men o'sha daramani qidirib topdim axiri. Ammo ko'pchilik kabi men ham bu daramadagi uning mana bunaqa qizil ko'zlari tufayli Sajoboyisdagi Jinu bilan adashtirdim va rost deb o'yladim. Hattoki bu narsani sun'iy intellekt qilgan ham deb o'yladim, ammo bu haqiqat ekan. Xullas, men u daramani qidirdim, topdim nomini va bugun sizlar bilan bo'lishaman. Bitta narsa aytaymi? U yerda aktrisa Kim Yoo-jung bilan juftlik sifatida o'ynagan. Dramaning o'zbek tilidagi dublaji menimcha yo'q, ammo rus tilidagi nomi Ali Nebesa. Syujet haqida aytmayman, ammo shunchaki bitta narsani aytib o'taman, nima uchun aynan ko'zi qizilligi haqida. Xullas, boshida Anhisob bolaligida ko'zi ko'ra olgan bo'ladi, ammo aktrisaning ko'zi ko'r bo'lib tug'ilgan bo'ladi. Keyinchalik esa ayrim narsalar bu yoqda fantastik ruhlar, yovuz ruhlar aralashib, ular almashib qolishadi, ya'ni ko'z nurlari, ya'ni qiz ko'ra oladigan bo'ladi va Anhisob umuman ko'ra olmaydigan bo'lib qoladi va ko'zlari aynan qizaradi. Va ular aynan qiz birinchi ko'rligida bir-birini uchrashadi, ammo keyingi yillar o'tib Anhisob ko'rligida uchrashishadi bir-birini, lekin tanishmaydi, ammo keyinchalik tanishadi. Kalom darama juda ham zo'r. Bahoyingizni izohlarda ko'rib bo'lganingizdan so'ng kutaman. Videoni saqlab qo'ying, chunki esingizdan chiqib ketadi. Buni ko'rish, buni albatta ko'rishinglar kerak. Chunki bu shunchaki shedevr Anhisob tomonidan. Obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda K-pop, K-drama, hamma narsalar haqida gaplashamiz. Hammaga